Ijtimoiy tarmoqlarda Nurobod tumani hududidan o'tuvchi umumta'lim maktabi oldidagi futbol maydonchasida ushbu Nexia 1 rusumli transport vositasi haydovchisi o'zi va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirib, turli ko'rinishdagi qo'pol qoidabuzarliklar sodir etib, transport vositasini boshqarganligi holati ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib ketgan. Mazkur holat yuzasidan Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida ushbu qoidabuzarliklarni sodir etib harakatlangan haydovchi hamda transport vositasi topilib, haydovchiga nisbatan qonuniy tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtinchalik jarima maydonchasiga olib kelib qo'yildi. Marhamat, qoidabuzar haydovchiga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli haydovchi, nima sabab bo'ldi ushbu avtomashinani bu kabi qo'pol qoidabuzarliklar sodir etib boshqarishingizga? Komandam yutib qo'ygani sababli jahl ustida mashinamga o'tirib, o'sha futbol maydonchasiga kirib, qo'pollik qildim. Nima, sizni futbol komandangiz yutqizsa, transport vositasiga o'tirib, alamingizni transport vositasidan olib, shunaqa qo'pol qoidabuzarliklar sodir etib avtouloq boshqarish kerak. Bilmagan holda qildim. Jahl ustida avtouloqni boshqarib, qayergacha keldingiz? Jarima maydonchasigacha keldim. Mana bu bo'yicha GAI xodimlari tegishli choralarni ko'rdi. Barcha haydovchilarni haydovchilik madaniyatiga amal qilib, avtouloqlaringizni boshqarishlaringizni so'rab qolaman. Menga boshqa mana shu holatga tushib o'tirmangizlar. Qilgan ishimdan pushaymonman. Kechirishlaringizni so'rayman. Bu kabi holatlarning oldini olish maqsadida haydovchi mahallasidagi 35-sonli umumta'lim maktabida keng qamrovli tanqidiy ruhda yig'ilish o'tkazildi. Barcha haydovchilardan haydovchilik madaniyati va yo'l harakati qoidalariga to'liq amal qilgan holda transport vositalarini boshqarishlarini so'rab qolamiz.